Assalomu alaykum aziz abonentlar. 24-mart 2022 yil Beruniy mashin bozor. Xudo xolasa syomkalarimizni boshlaymiz. Shundan boshlaymiz. Xudo xolasa shu Matizdan. Yigitlar yaxshimisizlar? Matiz nechanchil ekan bu? Matiz nechanchil ekan bu? 10-yil ha? H9 ni o'zimi? H9 ni o'zimi? Ha, H9 etilgan Polyux'da demak. Yaxshimisizlar? Mix 3 ko'rsin bu. Yurgani qancha buni? 115. 115 ming gazi bormi? Avval metani var. Metani kraskamiz ne? Kraska ishlangan pol. Ha, kraska ishlangan pol. 30 so'mga olishamiz. 30 million kecha. Telefonni ayting. 88 650 66 11. Bu konditsioneri bor bo'lsa H9 ni o'zi bo'ladi u. Qo'yilganda. Ha, so'ng qo'ygan o'zlari Polyux'ga. Ana, Matizga qiziqqanlar 30 million narx deydi. Bu yog'i ishga prosto ekan. Kraska splashnoy mashina bunda? Matizga qiziqqanlar bemalol egasini telefon qilaverasizlar. Telefonni oldik. Nexia nechanchil ekan? Yaxshimisizlar? 19. Yaxshimisizlar? Qancha yurgan bu? 70 ming yuribdi. 70 ming yuribdi. Gazimiz 4-pozitsiya. metanmi? Aha. Yurgani qancha dedik? 70. 70. Kraskamiz ne? Radnoy. Radnoy. Puli qancha buni? O 105 kelish. 105 kelishamiz. Telefonni ayting. 97 dan 456 0006. Ana Nexia 3 ga qiziqqanlar. Avtokredit narx farqi yo'q, ha? Bo'laveradi. Barteranmi? Barteran bor, O'zbekistonning mashina. Ochiqma eshiklarni ochib bering. Aha. Ana Nexia 3 ga qiziqqanlar. Bemalol telefon qilaverasiz. Kelishadi aytgan narxidan. Anaki savdoningizni bersin. Bu yerda Spark keldi, shuni ham bilib beringlar, shu qaytaman. Sparkni aytib beringdan, nechanchil ekan bu? Yaxshimisizlar? 15. Qancha yurgan bu? 92. 92 ming metani bor. Beton bana yaqinda bo'ldi. Aha, kraskamiz ne? Kraska bilan ishni tiyinda bor. Ha, 1-2 tiyinda bor. Puli qancha buni? Puli 73 kelish beramiz. Telefonni aytib bering. 99 dan 958 86 56. Avtokredit narx farqi yo'q, ha? Bo'laveradi. 3-pozitsiya 2015-yil metan yaqinda qo'yildi, 4 bosh balon yaqinda bo'ldi. Aha, 3-pozitsiya 15. 73. deb tushirib ketgandim-da, shu qaytardim-da shu Spark uchun. Ana savdongizni bersin. Xudo xolasa ana Damazga keldik. Xudo xolasa ana Damazga o'tib bering. Nexia 3 ni tushirdim buni. Berdi Nexia. Hozir o'taman, buni qatoridan bir chiqib oling-da. Damaz kimdan? 379 ham tushirib. Ya, xudo xolasa tushiraman. Damaz kimdan? Yo'qmi egasi? Nexia nechanchil ekan bu? 15-yil ekan. 1.16 donus lyuks konditsioner ekan. Yurgani qancha buni? Yurgani 19 ming. 19 ming benzinda. Benzinda. Kraskamiz Radnoy. Pulni qancha aytamiz uni? 82. Telefon nomerdan ayting. 90 dan 724 058. Avtokredit narx bo'laveradi. Bo'laveradi. Nomer 95. Ana Nexia qiziqqanlar 19 ming yurgan benzinda. Avtokredit narx bo'laveradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. 1.6 donus ekan, lyuks konditsioner. Yaxshimisizlar? Omon so'zsizmi? Yo'lda bo'laversin. Ana Nexia qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasiz. Matiz nechanchil ekan bu? 2006 5 ekan, ha? Yurgani qancha buni?
195. 195 mine balonları. Gazımız yok mu? Ha, metan. Kraskamiz ne? Biraz Krişadan pelsin. Krişadan pes. Pulu qancha buni? 29 olsa veremem. Telefonunu aytib bering. 97 560 08 00. Ana Matiz 5ga qiziqqanlar. 29 million bo'lsa beraman dedi. Metan gazi bor ekan. 2006-yil ekan. Krişadan pastda kraska bor deydi. Udar yo'q, ha? Udar yo'q. Balonlari toza ekan. Nomer 95 regionmi? Ava. 95 region ekan. Ha, savdoningizni bersin. Tek. Tikona egasi bormi? Yo'q. Cobalt. Chanchil ekan. Satdim. Yaxshimisa? Tiko senikimi? Ava Chanchil ekanmi? 98. 98 benzinda. Ava benzinde. Benzinda kraska, Kraska Krişadan pesinde var. Krişadan pes. Kırçılgan yani taş değen yerleri var. Puli qancha buni? Ulu 16,5. Telefonni ayting. Ne 94'ten 450 77 77. Ana Tiko qiziqqanlar. Egasi keldi mana balonlari. Motor remont bo'lgan. Motor remonti kapotini ochib shunday ko'rsatib beramiz. Kapotini ochib ko'rsatib beramiz. Bir yil bo'lgan deydi ish qilib. Och kapotlarni ko'rsatib beray. Bozar bo'lgandan sotib o'tirman buni. Ana 16,5 million deydi. Bundan kelishsam men shu pulga beraman, bo'lishimi? 16,5. Ne qaytib beramiz. Xayr qaytamiz ku. Ha, xayrına qaytib beraman deydi. Ana Tiko. Bemalol qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Ana savdoningizni bersin. İşleriniz omad. Tek. Yani o'tamiz dalchi. Spark kimdan ekan? Chanchil ekan. Spark. Yes yo'qmi? O'tdi kunda. Nexia uchun chanchil ekan. 20. 20. Qancha ekan bu? Yaxshimisiz? Yo'qmasa 78 ming. Bor. Gazimiz bormi? Ha? Gazi bormi? Metan. Metan kraskamiz toza. Toza o. Puli qancha bu? Bulu 107 milyon. 107 million avtokredit narx barter bo'laveradi. Batır yoktu. Avtokredit hem öyle var. Aha, telefonni ayting. 99'dan 706 20 50. Aha, bu 90 bo'lgan bilan generalni bor. Ava. Mana balonlari Paket akşam koydum. akşam qo'yildi deydi. Mashin beruyda bor. Qiziqqanlar sal beruyda to'g'ri-ku. Mana Nexia 3. 20-yil dedik, ha? Şeter koyup alıverler öyle boyusta. Teshketib ko'rib olaveradi deydi. 20-yil edi bu, ha? Ha, ana Nexia 3. Ana metallari bor. 107 narx aytilishi kelishasa ondan. Ha, qaytadi ekan. Avtokredit narx bo'laveradi. Savdoningizni bersin. Bu Nexia 3 necha ekan? 20 qancha yurgan ekan? 11.500 yurib turibdi. Gazimiz bormi? Benzinda. Kraskamiz toza. Puli qancha? 110 kelishamiz. 110 kelishamiz. Avtokredit narx bo'laveradi. Narx vaji avtokredit yo'q. Ha, avtokredit yo'q narx, ha? Qaytasizlar. Telefonni aytib bering. 97 dan 349 12 93. Aha, qiziqqanlar beruvdan topadi. Mana balonlari. Boş balon qo'yilgan. Ha, shuni ko'rsatdim mana balonlari deb. Aha, polik gazon tashalgan. Ana Nexia 110 million narx aytib bitdilar desa narxga berajak. Bank orqali bersangiz ham 1% ketadi. Ana savdoningizni bersin. Atsangiz oching. Ya u Ballar tushmagan hali yerga. toza narsa u. Ana Nexia 3ga qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Savdoningizni bersin. Tak Damas kimdan ekan buni? Damasning egasi bormi? Ha, bormi? Nechanchil ekan bu o'zi?
Buna счет spravka kimdan ekan? Nechanchi yil ekan? 22 qo'm. 3 kunlik mashina ekan. Puli qancha buni? 95 deyapmiz. 95 kelishamiz. Avtokredit naq bo'laveradi. Naq bo'lgani yaxshi. Telefonni ayting. 99 dan 506 23 55. Bu qiziq qolsa bering to'g'masa? Avo. Beringniki. Aha, mana счет spravka ekan. 22-yil. Hali nomer almagan. 2 kunlik dedikmi? 2 kunlik damoz ekan. 95 narx aytib turibdi, kelishadi. Ana damoz 95 aytib turibdi ya. Ana savdangizni bersin. Ana damozning egasi kelmadimi? Ha, qancha yil ekan bu damoz? 20. Yaxshimisizlar? Sog'lom. 20-yil qancha yurgan bu? 24 yurdi. 24 gazimiz bormi? Metan bor. Netan bor, kraskamiz? Kras 100% toza. Aha, puli qancha buni? Puli 85. Aha. Kelishiladi. Telefon nomerini ham ayting. 94lik 451 26 70. Avtokreditdan bo'ladi, to'g'rimi? Bankardan. Bo'ladi. Qiziq qolsa nedan topadi damozni? Sarıbey. Sarıbey. Telefon atsa kelishaveramiz. Ha, bo'ladi. Mana ravon emblemlarni o'zingiz qo'yibsizlarmi? Ana damozga qiziqqanlar. Mana balonlari. Toza. Metana bor ekan buni. Chikolar bor. Savdangizni chexollar ham bor deysizlarmi? Hozir xudo xolasa. Ochib ko'ramiz shuni. Salonni ko'rsatishni chexollari bor ekan. Savdangizni bersin. Ishingga bor. Tek. Spark nechanchi yil ekanmi? 13 dekabr. Qancha yurgan ekan bu? 72,5 yurt turibdi. Mana balonlari. Kraskamiz? Kraska kapotunda bor. Kapotda bor, ha? Yuzunda. Gazimiz bor-ku? Gaz bor. Metanmi, propanmi? Metan. Metan. Puli qancha bu Sparkni? Buni 70 kelishib beramiz. Telefon nomerini ayting. Tak, 560 97 dan 560 75 00. Ana Sparkka qiziqqanlar aytgandan kelishadi. Xudo xolasa. Ha, 1 euro, ha? Ana Spark. Kapotning yuzunda bor ekan. 70 millionning o'zini aytdik bu, to'g'rimi? 70 kelishib beramiz. Kelishadi. Ana savdangizni bersin. Tak, Gentra 504 ekan. Ma'lumotini so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' bo'lsin. 2014 Aha. metani var. 95 milyon pulu. Yurgan kilometr Keşetan. 116 mı? 116 mı yurgan? Kraskamiz tozami? Kiman? Kraskasi radnoymi? Radnoy Kraski. Aha. Pulini qancha dedik? 95. 95. Telefon nomerini ham aytaylik. Keşetan 99 754 2079. Buni 16 dedikmi axir yilni? 14 dedi. 14 dedik, ha. Avtokreditga ham iladi bu. Ava, öyle. Ana, bank orqali bersam bo'ladi. Ava. Ana savdangizni bersin. Ana Gentra qiziqqanlar. Sana sodan dedim. Krasklar toza ekan bu Gentra. Tek, Cobalt kimdan ekan bu? Qancha yil ekan bu? 2022 22 avtomat. avtomat. Aha. Yurganini? Fevralda chiqqan. Ha. 130 kilometr nomer alingan boshqa yog'i o'zi-ku. O'zi. Puli qancha buni? Puli 140 aytyaptirman. Telefonni aytib bering. 97 dan 506 2801. Kelishasizlar, avtokredit naq bo'laveradi. Bo'laveradi, avtokredit bo'lsa da bo'ladi. 140 deb birga kelishadi. Ana Cobaltga qiziqqanlar, avtomat korobka mana.
Tolkun nomer alingan. Boshqa hech yerda o'zgarish yo'q. Radnoy qanday bo'lsa zavoddan shunday kelib turibdi. Ana savdangizni bersin. Shunday o'tlaring yetmi yaxshimisiz? Bizning jo'ralar bir Xudo xolasa. Bo'ldi. Tek. Lasetin chenchil ekanmi? 2000 boshi 11da mindik mashinada bu. Ha, 11-yil qancha yurgan bu? 145 ming euro. 141 gazi bormi? Yo'q, metan qo'yilmagan. Aha, kraskalarimiz toza. Kraska umuman temagan u. Puli qancha buni? Yo'q, telefon yo'q. Puli 100 million aytmoqda. telefon nomerini aytib bering. 99 556 55 51. Ana lasetiga qiziqqanlar. 100 aytibdi benzindek, ana. Pozitsiyamiz bir ekan. Bir qo'l mashin. O'zim minganman bo'lgan. Ana. Qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Kelishasa-ku 100 aytganlar. Mashin bilan barteri bormi, yo'qmi? Naqd pulmi yo'q? Naqd pul ekan. Savdangizni bersin. Tek. Matiz kimdan ekan? Yaxshimisizlar? Matiz kimdan ekan? Mendan. Chenchil ekan bu? 2017. 2017. Yurgani qancha buni? 23. 23 mingmi? Yo'q. Gazi bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Benzinda kraskamız toza. Biraz toza. Puli qancha buni? 56 kelishamiz. 56 kelishamiz. Telefon nomerini ayting. 90 723 37 30. Avtokredit narx farqi yo'q bo'laveradi, to'g'rimi? Tamam. Mana balonlari. Bu 30 bo'lgan bilan generalni bor qo'stadi. Generalni davernis bor. Radno ekan. 56 million narx aytibdi. Bank orqali osongizdan bo'ladi kelishib. 23907 km yuribdi ekan. Pozitsiyamiz prostoy ekan. Ana Matiza qiziqqanlar. 17niki a? Ana savdangizni bersin. Yaxshimisan, yo'llab bo'laversin. Tek. Spark. Nechanchi ekan bu? Nechanchi ekan? Yili. Ha? 19-yil Spark ekan. 80 bo'lgan bilan generalni bor. Qancha yurgan bu? 77 ming yurgan. Gazimiz bormi? Ha, metan. Metan gaz. 4-paket. Kraskamiz toza. Ha, Puli qancha bu? 87. 87 million. Avtokredit narx bo'laveradi. Ha, Telefon nomerini aytib bering. 90 723 37 30. Oyog'ingizda oling, mexanik bu. Ha, Mexanik. Ana Sparkka qiziqqanlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Bu mashinangizni bermaydi-ku. ha, bering. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Kelishasizlar aytgandan. Ha, Ana Sparkka qiziqqanlar. Bemalol telefon qilaverasiz. Generalni bor. Yaxshimisizlar? Cobalt mexanik ekan. Nechanchi ekan bu Cobalt? 21 mexanik ha? Yaxshimisizlar? Yurgani 13626 km ekan. Mana mexanik. Benzinda o. Ha, gaz bor ekan, metani bor ekan. Kraskamiz toza. Puli qancha buni? 130 kelishamiz. Avtokredit narx bo'laveradi. Nomer 95 qor ekan ha? Telefon nomerini aytib bering. 91 305 75 84. Barter varianti bormi yo'qmi? O'zbekistonning mashinasi. Ana Cobaltga qiziqqanlar. 130 dedi, O'zbekistonning mashinamizda barter ham bor variant. Avtokredit narx barter bo'laveradi. Ana savdangizni bersin. Tek, Damas. Damas nechanchi ekan bu? Damasning egasi kim ekan? Damas nechanchi ekan bu? 20. Yurgani qancha ekan? 21. Ha, 20 ga 21. 66 ming tutibsiz azgina. 66 ming kilometr yurib ekan. Do'konga haydaldi bo'lgan. Aha, do'konga haydaldi deydi. Kraskalarimiz toza. Yo'q, toza kraska. Benzinda-ku. Yo'q, metani bor. Metani bormi? Aha, so'rayaptim. Butanam bormi? Endi 66 ming yurganga benzinda chiqar deb turibdi. Kraskalar toza ekan. 90 bo'lgan bilan generalni bor atingizda. Puli qancha buni?
Pulu 87. 82 kelishamiz. Telefonni ayting. 99 952 82 91. Avtokredit naq barter bo'laverami? Hammasi. Hamma narsa bor. Yetar etmasdan ham turasizlar. Atın ham so'raysizmi buni? Otim men suramasman. Yaxshi. Savdongizni bersin. Lasetti kimdan ekan? Nechanchi yil ekan bu? 2009 avtomatmi? 01 bo'lgan bilan generalniy bor. Ha, mana o'zingizni xatingizda. Tashkentskiy. Ha, propiska Tashkentskiy. Qancha yurgan ekan bu? 86. 86 ming yurgan. Ana benzin, gaz qo'yilmagan, mana avtomat korobka. Kraskalarimiz toza-ku. Pulni qancha aytamiz bu? Puli 75 million. 75 million. Yaxshimisizlar? Telefon nomerini ayting. 91'de 307 07 71. Variantidan ne var bunun? Barter sati bormi? Variantga yo'q, naq bo'lsa beramiz. To'lqin naq, ha? Mashina O'zbekistondagina barter yo'qmi? Yo'q. Boladana Lacetti avtomatga qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasiz. Oho. Xudo xolasa. Hozir. Bu chetda. Ana savdongizni bersin. 75 dedi. Hozir. Aha. 21-yil 2,5 ming yurgan mexanik korobka, to'g'rimi? Yaxshimisizlar? Benzinda 95 yilga yo'q nomer, ha? Kraskam qo'yib qo'ygan. Kraska родной. Endi so'rayapman-da. Puli qancha? 130 kelishamiz. Telefon nomerini ayting. 97 dan 220 31 00. Avtokredit naq barter ham bormi? Avtokredit bilan narx bo'lgan partiyaga. Yo'q. O'zbekistonda mashina. Mana balonlari. 4 bosh balon qo'yildi deydi. Ana Cobalt qiziqqanlar 2533 kilometr yurgan ekan. Mana mexanik. Ana savdongizni bersin. Shu ham tushirib bering, xudo xolasa. Ana Cobalt qiziqqanlar mexanik. Telefon aytaverasizlar. Tak, bu yoqda bir Spark bor ekan, chetda to'g'an ekan. Qancha ekan Spark? Qancha ekan Spark? Yaxshimisizlar? 19 qancha yurgan bu? 42 ming. Ay, 42 ming. Gazimiz bormi? Ha, metan. Metan kraskamiz toza. Ha, Puli qancha buni? 90 kelishamiz. Telefon nomerini ayting. 97 dan 709 86 65. Avtokredit naq bo'laveradi, to'g'rimi? Ana Sparkka qiziqqanlar, mana balon diskalari. O'ziniki turibdi. Spark. Ha, savdongizni bersin. Tek mana Cobalt kimdan ekan bu? Yaxshimisizlar? 10 kunlik mashina. 10 kunlik 22 avtomat. Ha. Puli qancha buni? 138 kelishamiz. Tek 174 kilometr yurgan. Avtokredit naqd beraman. Avtokredit naq bo'ladi, to'g'rimi? Oldin ham bir tushirayın. Telefonni 160 km yurgan. telefon yaxshimisizlar? Telefon nomerini aytib bering. 97 dan 505 52 58. Ana Cobaltga qiziqqanlar avtomatga 10 kunlik dedi. Ana savdongizni bersin. Yaxshimisiz? Tekonchinchilik ekan bu? 97-yil. Yaxshimisizlar? 97-yil. Gaz bormi, yo'qmi? Yo'q, benzinda. Benzin, kraska bo'lgan. Kraska bo'lgan, udar avariya bo'lmagan. Aha. Puli qancha buni? Puli 20 million deb turibmiz. Telefon nomerini ayting. 91 dan 302 3302. Ana Tikoga qiziqqanlar. Mana balonlari toza ekan. Motor ходовой saz. Bismillahirrohmanirrohim. Qiziqqanlar Tikoga. Bemalol telefon qilib savdolashib berasizmi, kelishib beradi. Aytxonangizda. Yo'q, endi ikkinchi qataqanda o'taman. Tak, Lacetti nechanchi ekan bu?
2011 qancha yurgan bu? 165 milyon. 165 gazimiz bormi? Metan gaz. Aha, kraskani? Kraskasi azroq bor. Azroq bor. Puli qancha bo'lsa deydi. Puli 65 milyon. Kelishamiz. Telefon nomerini ayting. 91 dan 302 3302. Ana Lasetti'ga qiziqqanlar. Aha, region 95 million balonlari. Motor hadovoy saz. Motor bayab asab remont bo'ldimi, bo'lmadimi? Birinchi pozitsiyaga. Ana Lasetti'ga qiziqqanlar. Kraska mayda juda bor ekanda, udar budar yo'q. Ana savdangizni bersin. Çek. Cobalt kimden ekan bu? Cobalt kimden? Yok egesi. Avtoberoni. Cobalt kimden ekan? Bizlardan Chenchil ekan bu. 20 20 qancha yurgan bu? 7900 7900 metan gazi bor. metan gazlari bor. Aha, puli qancha? Mashina qurt, shassiyani qurt dedi, bilasizmi? Qurt degan narsa Puli qancha ekan bu? puli 126 million. Telefonni ayting. Telefon 91 176 25 59. Mana mexanik Cobalt. Qiziqqanlar. Savdosi bor turadi. Mana telefon qilaverasizlar, mana balonlar. Ana Cobalt 7896 km yurgan. Sostayanalari. 20. Savdosi bo'yotir dedi. Savdosi bo'lsak, Metan gazlari bor. ana savdoningizni bersin. Puli ne? Puli 126 million. Çek. Yanımda Gentra var. Bu Gentra kimden ekan? Chenchil ekan bu. 20 yurgani qancha? 14 ming gazı var mı? Yo'q, benzin. Kraskasi toza. Havo. Benzinda puli ne? Puli qancha bu? Kelishamiz alisher. Qancha? 132. 132 kelishamiz dedi. Avtokredit naq bo'ladi. Bo'laveradi. Video registrator bor, Magical Pult bor. Ana video registrator Magical Pult bor dedi. Telefon nomerini aytib berik. 91dan 91dan. 376 Aha. 25 59. Barter varianti bormi? Televizorda gaplashamiz. Telefon etibizin gaplashamiz dedi. Ana Gentra qiziqqanlar. Savdangizni bersin. Menda bir Spark turibdi ekan. Bu Spark kimdan ekan? Yo'qmi egasi? Kimdan bu Spark? Yılınçançil. 2020 qancha yurgan bu? Yaxshimisiz? Yurgan. 9 ming 40 ming yurgan. 39-40 ming yurgan. Gazimiz? Propan? Puli qancha? Puli qancha buni? Nomeram olinib turibdi ekan. Puli qancha ekan Sparkni? 2020 yılı. Aha. Gazimizda nima bor? Propanmi? Propan hava 4 boş balon, Aha. hem mesası var. 95 yurgan. Hava Puli qancha buni? 95 milyon kelişleri. Telefonini ayting. 99 571 12 02. Sparkka qiziqqanlar buyurun. 20 ming ahırı. Berundan topadi. Avtokredit naq bo'laveradi. O'zbekistonda mashina barter bormi? Var var. Barter bor deydi. Mana balonlari. Ana Sparkka qiziqqanlar bir chetda turgan ekanda bu. 42 ming yurib turibdi deydi. Kraskalar toza ekan. O'qa chiqib qoldi mana. Ana savdoningizni bersin. Az mana xatarni chiqib keling-da, tushirib ketaman keyin. Ana savdoningizni bersin. Yeganchi xatarga o'taykin, baqalasa. Bu Nexia kimdan ekan? Chenchil ekan. 2008 yaxshimisizlar? Qancha yurgan bu? 121 ming benzinda yurib turibdi. Mana germetik. Buni germetiklari 1.5 tonus prostoy ekan, ha, pozitsiyamiz. Mana 2008 kraskamiz. Kraska yo'q. Toza. Puli qancha buni? 63 kelishamiz. Nomer 95 regionmi? Havo. 91 268 88 00. To'lqin naqd pulmi yo barter ham bormi? To'lqin naqd pul. Mana balonlar. Yiberaman kapotini.
Ana Nexia qiziqqanlar 2008 prosto ekan pozitsiyamiz. Probek qancha dedik? 121 ming. Benzinda mashina. Krasklar toza radnoy. Pulini necha dedik buni? 63 dedik. Kelishadi. Ana savdangizni bersin. Arkadaşlar mana ikkinchi qadamni boshladik. Tek. Bu Cobalt nechachilik ekan? 10 kunlik, 22 avtomat ekan. Nomer alınmadı mana. Shot spravkada turibdi. Puli qancha? 43 diyeceğimiz. Telefonini ayting. 90'dan 660 22 44. Ana avtokredit naq bo'laveradi. Shot spravkada turibdi ekan. Hali nomer olmabdilar. 290 km yurib turibdi. Buni korobka avtomat. Qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Kelishadi bu bozorda narx aytgan bilan 143 dedik ha? Kelishadi. Endi xudo xolasa. Bu Cobalt kimdan ekan bu? Ha, nechanchi yil ekan? 20. 20. Qancha yurgan ekan bu? Yaxshimisiz? 29. Gazimiz bormi? Yo'q, benzinda. Benzinda. Puli qancha buni? Puli 117 kelishamiz. Telefonni ayting. 97'den 649 18 98. Avtokredit naq bo'laveradi. Bo'ladi. Variantlar bor. Variantlari bor. Kraska bir tomchi kraska. Motorlar ham ochilmagan. Ha, motor ochilmagan krasklar radnoy ekan. Ana qiziqqanlar. Mana mexanik. $95 milyon ekan. $100 emas, 1 milyon 67. Ana savdangizni bersin. Tek. Jentra. Ha. Tushirma dedi. Nexia 3 kimdan ekan? Yaxshimisiz? Nexia 3 kimniki? Nexia 3ning egasi yo'qmi? Yo'q bo'lsa ketdik. Cobalt kimdan ekan? Sen ha 22 avtomat short spravkami? 140 milyon. Telefonni aytib bering. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. 33lik 533 76 43. Avtokredit naq bo'laveradi. Avtokredit naq bo'laveradi, avo. Farqi yo'q. Nomer olinmagan ekan hali. Ana. Bemalol qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Nomer olinmagan shotda turgan Cobaltlar ko'p tushibdi bugun bozorga. Bahasi har qaysiniki har turliga. 140 dedi. Hani Cobaltga qiziqqanlar avtomat. Savdangizni bersin. Buni tushib chiqaman. Tek bu Cobalt kimdan ekan? Ha, bu ham 140. 22-yil ha? Shot spravka. Qaytadan telefonda aytib bering. 33lik Aha. 533 76 43. Mana bu Cobaltga qiziqqanlar ham ikkisi bir odamniki. Bemalol telefon qilaverasiz. Avtokredit naq bo'laveradi. Nomer olinmagan. Shot spravka. Yo'q, olinmadi dedim. Savdangizni bersin. Tek. Damas kimdan ekan? Qancha ekan Damas? 2020-yil 7-chi. 2020-yil 7-oy. Yurgani qancha buni? 11 ming yurtdi. Gazi bormi? Ha? Gaz. Gazi bor, ichida ishlagan. Metanmi? Metani bor. Chexol polik tushilgan. Puli qancha bu Damazning? 85 million. Kelishadi. Kelishiladi. Telefonni ayting. 93lik 121 03 33. Ana Damazga qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Mana balonlari. Mezaning balonlari. İçida ishlagan metan yaqinda qo'yildi. Toza qo'yilibdi metani. Salonni chexol polik tushilgan. Qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Damaz nedan ekan qiziqqanlar nedan? 4 kundan ekan. O'zlarining otida. Kemalında. Ana savdangizni bersin. Cobalt kimdan ekan?
Yaxshimisiz? Yo'lla bo'lsin. Chenchil ekan bu? 2020 fevral. 2020 fevral. Qancha yurgan bu? 5300 kilometr. 5300 gazimiz bormi? Gaz yo'q. Benzinda. Benzinda. Puli qancha buni? 125 ta tuman kelishadi. Telefonni ayting. 99 957 6085. Ana Cobalt'ga qiziqqan. Avtokredit naqd bo'laveradi, to'g'rimi? Mexanik korobka, mana balonlari. Mashin barter bormi O'zbekistondagina yo'qmi? Yo'q. Mashina Aqchako'ldan. Maqcha 50 qalan Aqchako'ldan. 5298 km yurgan ekan, ha? Shundaymi aqib probegimiz? Ana Cobalt'ga qiziqqanlar. 125 narx aytib turibdi. 20 miydi, 21 miydi yili buni? 2021 fevral oyi. 21 fevral ekan. Ana Cobalt'ga qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. O'zining otida kelishadi. Savdangizni bersin. Tak, Nexia kimdan ekan? Chenchil ekanmi? 12. 12-yil, yaxshimisizlar? Qancha yurgan bu? 172. 172 ming yurgan. O, bismillah. Mana germetiga. Mashin benzinda ekan, ha? Propan reduktor qayerda? Ha. Tak, Sonus lyuks konditsioner ekan, ha? Tak, mana propan gaz ekan. Kraskamizni chiq bunda. Petnolava biriktirdik. Ha, bir ekanda petnolari bor. Puli qancha buni? 60 kelishadi. Telefonni ayting. 99lik 296 93 00. Ana Nexia qiziqqanlar nerdan topadi? Bermaydanmi? Yo'q, bermaydi. Bermaydan. To'liq naqd pulmayam, mashin barter qilasanmi O'zbekistonda? Naqd pul, ha? Ana 2012 lyuks konditsioner ekan. O'zlarining otida kraska petnolari bor ekan. Boshqa yoqlar radmoy. Qancha aytding? Azınca dedim buna 60 pulu 60 milyon. Ay arkasında burada sorap duruyor. Ana savdanızı versin. Tiko kimden ekan? Yaxshimisiz? Chenchil ekan bu? Bu 2002. 2002 kraska bo'lganmi? Mo'ma toza. Radnoy. Yurgani qancha buni? 150 ekan. 152 ming. Gaz pazi bormi yo'qmi? Benzin. Benzin puli qancha? 28. Telefonni ayting. 97'den 355 14 99. Radnoy Tiko nereden topadi sizlarda qiziq bizdeganim? Bermaydanmi? Proda. Proda. Kapotni ochaylik. Açık koyuk. 2002 yıl ekan Tiko mana. Kraska Radnoy ekan. Mana baloni. Bo'ldi, ibro. Yurganini aytdi. 28 narx dedi. Qiziqqanlar Proda kolxozdan bermaydan to'g'risizlar. Aytganingizdan qaytasizlar-ku. 28 dan kelishib berasizlar-ku deyman. Radnoy Tiko. Mana telefon nomerlari ham bor ekan. Shu nomerlar ham ishlaydi-ku. Savdangizni bersin. Matiz kimdan ekan? Yaxshimisiz? Chenchil ekan bu? 2009. 2009 qancha yurgan bu? 78'de yürüp ona nesi ölçken olmuştu. Bo'ldi. Pribor ishlamaydi. Mix 3 bo'lsin, kraska zanglar ishlandimi? Gazimiz bormi? Yani buraya bulmadı. Benzinli yürüyen maşın ne? Tableti koydurduk. Ha, propan. Propan koydurduk. Ha, puli qancha bu? 35 ay 9 gelişip veremiz. Telefonni ayting. 99'dan 458 7388. Ana Matiz'a qiziqqanlar. Mashin bermaydi-mi mashin? Mana balonlar toza qo'yilgan ekan. Propan gaz tableti qo'yibdi. Kraska zanglari ishlangan ekan. 35 narx aytib turibdi. Polux Mix 3 bo'lsin. Avto bironi. Ana Matiz'a qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Savdangizni bersin. Tak. Cobalt kimdan ekanmi? Yaxshimisiz? Omonsof. Chenchil ekan. Bu 20 bu. 20 mexanik. Qancha yurgan? 5100 dan o'tdi. Gazimiz? Yaqinda gaz qo'yildi. Aha, balondan qo'yildi. 4 bo'sh balon qo'yildi. 4 bo'sh balon qo'yildi. Polik, Aha. linonim hamma narsa 10 million so'm tugaldi bu.
yaqinda. Puli qanchani? 130 telefonni ayting. 91dan 391 1021 Avtokredit naq bo'laveradi. bo'laveradi. Barterni O'zbekistonda mashina. Endi mashina toza bo'lsa bo'ladi. Aha, 95 nomeri qo'ying. O'zim matnda. Bo'ldi. Qancha devingiz, qancha? Ana xalasa davini istedi. Mana balonlari. Metan, chexol, polik hamma narsa surtilib, kamisiz tuna gazon poliklar qo'yilgan ekan. 5139 km deb turibdi. Mexanik mana. Mana chexolning ustidan ham paket kiyilib turibdi. Chexol polik qo'yilgan ekan. Assalomu alaykum. Ana savdoningizni bersin. Tek. 04 kimdan ekan? Qancha yil ekan bu? 12-yil ekan. 04. Injektor motor ekan. Gazimizda benzinda qancha yurgan bu? 83. Mos korobkalar taniq. Kraskamizni toza radmoy o'zi. Puli qancha buni? 56. 56 million. Kelishamiz. Telefonni ayting. 93dan 708 0754. Sizlarning 04 ga qiziqqan endi to'g'ri bermaydanmi? Yernidan shu. Ha, bermaydan. Bemalol telefon qilaveradi. Mana balonlar. Ha, 4 ta zavodskiy diskisi bor. Mana 04. Radnoy ekan 12-yil injektor motor. Ana bemalol qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. O'zlaringizdan atingizda To'g'ri naq pulmi mashina bilan barter qilasizlarmi? Naq pul ekan. Ana sovg'angizni bersin. Nexia tushiramizmi? Not bizar ekan. Yaxshimisizlar? Amazon. Cobalt avtomat. 10 kunlik 22-yil. Shot spravkami? Nomer olingan. Balonlari o'ziniki bari. Puli qancha uni? 36 aktivimiz. 136 eng arzon ekanda bozorda. Undan ham kelishasizlar. Telefonni ayting. 90dan 706 5166. Avtokredit naq bo'laveradi, farqi yo'q. Mana bozorda eng arzon aytilib turgan Cobalt mana avtomat korobka 136 million undan ham kelishadi. Nomer olingan. 10 kunlik. Yaxshi, 10 kunlik ekan. 150 km turibdi. Yana reklama. Avtokredit naq farqi yo'q dedi. Barterni O'zbekistonda mashina. Yo'q, barter yo'qda, avtokredit bilan naq ekan. Ana Cobalt olaman deb niyat etib yurganlar 136 dan ham kelishadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Savdoningizni bersin.